Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Dangel savdo kanalimiz obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan shartli zot mol bo'g'oz sigir ko'chat xonajin chorva ishqibozlari, YouTube chorva ishqibozlari qadrdon sizlarga bugun qo'ldan kelgancha Xudo qodir qilgancha Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Chorshanba katta chorva bozorining obzorini qilib beramiz. Qisqacha chiroyli qilib bo'lgan sotilgan narxlarni ko'rsatamiz sizlarga akalar. Obunalar kesdan chiqmasin, prem efirda qildik. Prem efirdan juda ko'pchilik nima qildi? 100 necha mingta ham bo'lib ketdi obunama ham, prosmotr ham. Yaxshi bo'ldi, hammalarga rahmat. Yangi obuna bo'lganlarga xudo xolasa ishonchlaringni oqlaymiz. Prem efirda ham juda ko'pchilik obuna bo'lib salom berib juda bir yaxshi bo'ldi prem efirimiz. Narxlarni bilamiz, xonajin ichida turibdi, xonajinchalar. Mana o kelyapti, xonajinlar yana kelyapti, sotildi, chiqib ketdi. Novochalardan ko'rsatamiz. Novochalar juda ko'p, yoshlardan, zotlardan kelgan. Qisqacha hammasini yoritib beramiz. Obunalarga eslanchiqlarni podishkaning ostida sizlarga harakatdamiz. Xudo xolasa mana shu narxi bo'lib savdosi bo'lib turadi, mana shu xonajinimiz chiroyli obzorni qilamiz. Mana rossiyskiy paroda. Ola qora, xudo xolasa taglari yaxshiga o'xshayapti. Ozgina sovqatib turibdi molimiz. Yosh ekan. Bo'yi 1.5 1.10 ga. Boyaga necha pulga chiqdi oxiri? 7 million 700 ming. 700 ga chiqdi, ha? Joning sog' bo'ling. Siz necha pulga turibsiz? Men 8 ham kam bor debdi. 8 bo'lsa qo'yaveramiz. Ketaveradi. Dehqonchilikmi endi bu? Nima bu? Yo'q, Tirikchilik. Bo'ldi. To'liq qaydan endi? Besharov. Besharovdan. Bo'ldi. Nomerlar qo'yib qo'yaylikcha. Ketaveradi. Aha. 151. Aha. 14 14 Besharovda. Uyda ham bor nima qilib. Bo'laveradi shunaqalardan, ha? Bo'laveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Besharov dan akalarimiz bo'lsa, bemalol uylarga borib ko'rib kelaverasizlar. Necha pulga chiqdi oxiri buni? So'raga yo'q, ha? Bo'l. Xonajinchalar. Qani necha pul deyapsiz? Ha, sotilyapti. Baraka bo'ldimi? Qaysisi? Necha pulga ketdi? 12 ga ketdi. Boyaga necha pul bo'libdi? 9,5 ga mana. Avlikol rangli. Mesni parodamiz. Mana siz baraka bo'libdi. Yaxshi bola ekan. Zo'r. Tashda chiroyli mollarimiz bor edi. Qisqacha ko'rsatamiz. Savdosi necha pul bo'ldi? Bu oxirgi 13 ga bermaysiz. 15 deyapsiz. Oz qolibdi o'zi, ha? Xudo xolasa. Nomerlar qo'yib qo'yamiz, ha? 91lik. Ketaveramiz. 201 Aha. 0590. Bo'ldi. Dastavkasi ichida olib borib beraveraman. To'liq qaydan? Qo'qonda o'zi. Mol bozor. Bo'ldi. Andijon Namangangacha olib borib beraveraman. Bo'laveradi. Xudo xolasa mana. Juda bir sigir qiladigan paroda mollarimiz ekan. Bunisi necha pul bo'ldi bunisi? 8,5 ga berilmoqda. Yaxshi, zo'r. Barakasini beramiz. Boyaga necha pulga savdosi? 10,5. Necha pul deyapsiz? 11 deyapsiz. Zo'r. Dehqonchilikmi? Nomerlar qo'yib qo'yaylikmi? Bo'ldi, sotilib ketar ekan. 10,5 ga berilmagan ekan. Mana shu sigirlar, cho'rni. Necha pul deyapsiz boyaga buni? Sotildimi? Sotildimi? Egalari ketib qolibdi, ushlab turibman deydi. Ha, svoyshik. Olib ketarlar. Bo'g'ozmiga? Shu turishiga. Necha pulga chiqdi? 14 ya. Shu turishiga ekan, suti yo'q bo'lsa kerak, o'sha qaytyapti. 14,5 ga chiqib shu turishiga sigirimiz. Asal mehnat qilgan sigirlar. Boyga sigir necha pul deyapsiz? 18 qilyapti bas. Savdosi, ha? 18 bermayapmiz. Necha pul deyapsiz? 20 deyapmiz. 20. Sutini qancha deymiz o'rtacha? Yo, suti 5 ta 6 ta beradi, chillachita beradi-da. Rozg'orga yetadi, ha? Nomerlar olib qo'yaylikmi? Yo, sotilib ketadi. Sotilib ketadi, ha? Zo'r. Bo'yi 1.20 oshiq. Tappancha sigirimiz ekan. Lekin bolani zo'r beribdi, gibrid beribdi. Bitta 5 ta beraveramiz. Yaxshi. Bitta tug'di, ikkinchisiga bo'g'oz. Zo'r.
o'tasan. Mana shu avlikolimiz bor edi. 18 ga bermoqchi aytamiz. Avlikol. Tozasi deyapti. 18 ming avlikol novoschi. Bo'yi 1.5 1.10. 20 million deyapmiz dedi. Haqiqatan toza ekan qo'shlar. Mana maydalarni ko'rsatamiz qisqacha. Mana. Joying sog' bo'lgan. Sakkiz million 13 milliongacha. Ha, tanlab olib. Kami bular. Kami bor, hammasini aytgan sotmaymiz. Bo'ldi. Qozog'istondan o'tgan. Qozoq, qirg'iz aralash. Aralash ekan. 20 to'gaga bitta bonusi bor. Bo'ldi. Bo'yib ketingiz joyini. Novvosti. 20 ta tanlaydi, 20 taga pul beradilar. Qaydan keldi? Qozog'iston, qirg'iz Yo, aralash. siz sizlar qaydan? Qirg'izistondan. Qirg'izistondan o'tgansiz. Bo'ldi. Nomerlar qo'yibmiz. Ha, 97lik, Yetaverasiz. 291, Ha, 9061. bo'ldi. Agalarimiz ko'p olib kelib sotamiz. Bemalol partiya sotiladi. Aloqaga chiqaverasizlar deyman. Bunaqa gibridlar ham bor, gibrid. Sovuqqa chidamli, nechta qarov kerak, bundan baqbaqalarni qarang. Onlar 20 to'gaga bittasi bonus. 20 ta. Taga pul beradilar. Bo'ldi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki bor. Bizda ko'p aka, soni ko'p. Xudo xolasa, bo'ldi. Hammasi sirg'asi bor ekan, yaxshi. Voy jonim. 35 kam bormi? Tirik versaga necha pulga berasizlar? Neresiga 35 baho aytyapmiz. Ha, taroziga bermaysizlarmi? Tarozigami? Yo'q. Kecha borammi yo? Kelish bo'lsa beramiz. 35 million deyapti. Greyford tozasi ekan, pachkasi. Bo'yi 1.25 ga yaqin. Yaxshi. Mana 55 million 500 savdosi bo'lib turadi ikkovsini. Mana shu ikkovi jupigan, neral savdosi bo'lib 55 million 500 ga chiqadi. Prem efirda ko'rsatadi. Mana Greyfordimiz 26 millionga baraka bo'ldi. Mana shu Greyford arzon bo'ldi. Haqiqatan. Olgan odam baraka topsin. Sotgan ham baraka topsin. Tozasi 1.25 chiqadi bemalol. Oshiq ham pista toza Greyford shoqli. Ola go'sht bo'lib qolgan o'sha. Tez yetiladi. 26 ga. Bular necha pul bo'ldi? Bulardan yaxshi. Zo'm. Mana Greyfordlarimiz. Jonim sog' bo'ling. Aka qanday qo'ylar 1.15, 1.10 shunaqa mollarimiz. Greyford to'qoq tozalar. Hozir egalaridan obzorni olamiz. Egalari kim ekan buni? Ha, ketib qolibdimi? 25 ta. Ha, 22 dan 25 gacha litrov, to'g'ri. Prem efirda ko'rsatdik uni ham. 22 dan 25 gacha dedi. Tozalari, garantiyalisi. Nomerlar olardik, egasi bo'lgan, egasi yo'q ekan. Mana shu molimiz 26,5 bo'ldi. 26,5 rossiyskiy ko'radamiz. Baraka bo'ldi. Rossiya yemga tashladik, onasi kelib 1.30 ga yaqin. Kallalar juda keyin. Manamiz 51,5 ga qirg'iz shved parodalarimiz. Novoslarimiz 51,5 ga. Jupiga bo'yi 1.25 atrofida. 20-25 atrofida. Jonim sog'. 26,5. 51,5. 25 million 750 ming. Joning sog', egosiyamda. Mana juda kuchli ekan, mana qorasi. Taklar bosib qo'yamiz. Hammamizga shuna mollar olib, baqib yetiltirib chiroyli qilib nasib qilsin. Baraka.
Baraka bo'ldimi? Uchgan 3,21 ga yo'q. 20 million. 20 million 700 ga chiqdi mana shu mol. Nomerlar olganimiz yo'q. Chunki ko'proq baraka bo'lganlarni aytilyapti. Bor baraka. Ular bo'lmaganda mana mol olardik. Ko'rdingmi? Biroz gapni qilishdi. O'sha meni olaman. Bir minut bilib qo'yay, mana shu mol oladi. Sarakani. Ana bos. Ana bos. Qo'ydi pullar. Qaysi mol bo'ldi bu? Ikkita ota bola mol olmayapti. Ikkita o'g'li bilan. Mana shu narxini qimmatga qilyapti. Bor. Ha, tepaga chiqib olibdi-da. Ro'taga rahmat deb qo'ydi. Mana mol bo'ldi, qaysi mol bo'ldi? Ola cho'la. Mola. Voy, qaysi mol bo'ldi? Ko'rakchi mol. Qo'qon bilasizlar, ha, hazilkash. Juda bir aksiya kuchli. Qaysi mol bo'ldi boyagi? Bitta nech pulga? Bitta. Nech pul? 20 million 20 million 650 ming qirg'iz parodamiz. Yaxshi bo'pti, tappanchi ham yoki yegan ekan. Bo'yi 1.20. Yelkasi 25 ham chiqadi. Zo'r. Zo'r. Bir 15 ming qo'shib. Faqat zo'r. Mana akalar qisqacha ko'rsatdik. Ovozlar. Ha, maydalarni bitta ko'rsatamiz, shunaqasiga chiqib ketamiz, bo'lashtirib. Mana. Qo'yga nech puldan ekan bular? 1 million bermayapti. Bermayapsiz. Nech pul deyapsiz? Mana 17 15 deyapti. 17-15 yilyapti. Qirg'iz shved ekan-a? Qola qora. Bo'ylari 1.10-15 atrofida. Lekin yaxshi mollar ekan. Dehqonchilikmi? Ha, dehqonchilik hozir. Hovli qayda? Sirlar ballar. Buni aytamiz, xatomiz. Neslimisizlar? Ha, Yaqin ekan. Bo'ldi. Nomerlar qo'yib beramiz, ha? Nomer qo'yavering. Netaverasiz? 91lik. Aha. 050 80 050 84 00 91lik. Bo'ldi. Aloqaga chiq. 057. Bo'ldi. 81 00. Zo'r. Aloqaga chiqamiz, dehqonchilik ekan. Mollar yaxshi ekan, mana shu ekan. Mol oldin to? Qaysini? Cho'ng nech pulga ketdi? 19.700 dan. Zo'r. Mana shox kalta. Mollar 19.700 dan bo'pti. Bo'ylari 1.25 atrofida. Zo'r bo'pti. Ash hojibo olibdi. Mana ash hojibo. Barakasini bersin. Yetiltirib, chiroyli qilib yaxshi narxga sotsinlar. Yaxshi. Hech jupaga 25 qilinyapti. Qora shahzodalar. Voy joningiz, 4 son ekan-ku. O'g'atchalar. Siz nech pul deyapsiz? Men 26 bo'lsa beraman, o'tib ham beraman desam, 25 ta to'xtab olyapti. Yergiz kelib turibdi. Yo, berimman 25 ga olma so'rasa aniq. O'ziga qo'yda qilmay qolar 25 ga. Oz bor. Ha, jinday bunday qo'shsa beraveramiz. Bo'ldi, xursandchilik. To'g'ri gap. Bo'laveradi. Nechta sotamiz? Sotganiga gap. Zo'r, bo'ylari 1.10-15. 10 atrofida. Nomerlar qo'yib beringchi? 91lik To'g'risi. 737 4840. Bo'ldi, yana mollar bo'ladi. Sirob, ha, bundan sirob. Boshqa bu sotilib ketsa boshqasimi? Bo'ldi. 10 ta bor. Ekan mana shunaqa dangal gapirar ekan. Kel, mollar zo'r ekan, chempion ekan. Mana qarang. Orqa ketini qaranglar. Kizetlari. Zo'r mollar, sog'lom mollar. Bo'ldi ekan, aloqaga chiqaverasiz. Mana terilgan.
hozir so'raymiz ham dehqondan birorta bitta so'raylikchi. Baraka bo'ldimi aka bu? Yo'q, endi aka. Necha pulga chiqdi? Endi so'rayapti. So'raylik. Nech pul aka? Aha. Bitta aytingchi. 12. Yemishlarim. Bo'y 1.10 ga yaqin. Yo'qotchalar. 12 deyildi. Kami bor. Hozir olib kelamiz. Zo'r. Hammaga savdosini barakasini beramiz. Yo'qotchami yo? Cho'sin. Nech puldan deyapsiz? Ikkalasini 10 milliondan qilyapti. Ha, 10 milliondan. Ha, bunichi 87. 87 semental gibrid ekan, ha? Shved tozasi ekanda bular, ha? Shved toza. Joning sog' bo'lgin. Siz nech pul deyapsiz? 11 deyapti, kam bor. Kam bor savdosi. Hozir 10 million qilyapti. Ikkalasi 20 million. Bo'laveradi. Hovli qaydan edi? 5,5. 5,5. Nomerlar qo'yib deylikchi. 91lik. Aha. 144 24 26. 24-26 aloqaga chiqaverasizlar. 5,5 ekanamiz. Dastlabkilar bo'ladi, jup bo'lsa. Bor. Mana tozasi ekan qattiq ekan. Semental gibrid ham yaxshi ekan. Lekin orqasicha kemay turibdi. Gibrid. Mashta savdosi bo'lyapti. Bitta ko'rsatamiz. Necha pulga chiqdi boyagi? Bunisi 8,5. 8,5 o'rtadagisi. Bo'laveradi. 8,5. 8,5 millionga so'ralyapti. Bo'yi 1.15 atrofida. Agalar sizlar qo'ldan kelgancha qisqacha ko'rsatdik. Kommentariyada fikrlaring yozib qoldiraverasizlar bemalol. Like, obuna esdan chiqmasin. Mana shu barakasi bo'pti, hozir dehqon ekanmiz. Necha pulga ketdi boyagi? 8 millionga zo'r. Mo'ljalga boribdi. 8 millionga baraka bo'ldi mana shu molimiz. Rossiyskiy Galishtin gibrid bo'lsa kerak. Zo'r. Like'lar bosamiz akalar. Sizlar uchun harakatda bo'ldik. Obuna esdan chiqmasin. O'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'lasizlar akalar.